Antari ibn Shaddodni mahbubasini vasfida yozgan bir baytlari bor, she'ri bor. Shuning ichida bir baytda ajoyib bir tashbih keltiradi. Hammasi ham ajoyib tashbihlar, o'xshatishlar, lekin ikki misrasini o'qiymiz. وَلَقَدْ ذَكَرْتُكِ وَالرِّمَاحُ نَوَاهِلُ مِنِّي وَبِيضُ الْهِنْدِ تَقْطُرُ مِنْ دَمِي فَوَدِدْتُ تَقْبِيلَ السُّيُوفِ لِأَنَّهَا لَمَعَتْ كَبَارِقِ ثَغْرِكَ الْمُبْتَسِمِ. Ya'ni men seni yodga oldim, esladim. Men seni yodga oldim degan o'zbek she'ri ham bor. Men seni esladim. Nayzalar mendan chanqog'ini qondirayotgan vaqtda va oppoq hind qilichlari meni qonimdan tomayotgan vaqtda. Ya'ni nayzalar menga sanchilib, mendan qon so'rib chanqog'ini qondirayotgan va meni qonim oppoq hind qilichlariga tomib turgan vaqtlarda ham hatto men seni esladim. Va o'sha vaqtlarda qilichlar ikki taraf, dushman taraf bir-biriga ko'tarib chopishayotgan qilichlarni ko'rib shularni o'pishni orzu qildim. Nega? Chunki u seni tabassum qilayotgan, oldi tishlaring kabi porlayotgan, yalt etib turgan edi.